Assalomu alaykum Selkin To'rbekitning aziz ko'ruvchilar. Selkin To'rbekit qalb sadosi programmasining yangi sonini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men programma riyosatchisi Zahira Juma. Biz bu qitimli programmamizga hammamizga tunishliq bo'lgan faxrlik olimimiz, Amerika olam qatnashish idorasining oliy darajali optika injeneri Erkin Sidiq apandini alohida taklif qildik. Assalomu alaykum Erkin aka. Erkin Sidiq aka, qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi suhbatimizga qatnashganingizga Selkin To'rbekiti va barliq to'rdoshlar nomidan rahmatimizni bildiramiz. Undaq suhbatimizni boshlab ketsak. Erkin Sidiq aka, biz sizning o'z kasbingizga dunyoviy utuqlaringizdan shunchalik faxrlanib kelyapmiz. Hamda to'r orqali biz bilan yuz ko'rishib turayotgan nodir maqola, yozmangizning o'xshashli ajoyib zo'r manfaatga erishib turibmiz. Bu jihat sizga cho'nqur tashakkur etamiz. Sizmi Uyg'ur to'r bekatlaridagi xilma-xil saviyadagi yozmalarni, faoliyatlarni va turli so'z harakatlarni ko'rib turgansiz. To'rdagi yozmalar, faoliyatlar, so'z harakatlardan diyorimizdagi Uyg'ur yoshlarining hozirgi holati, saviyasi va intilishini qanday tushunasiz va qanday baho berasiz? Endi hammamizga ma'lumdek Uyg'ur millati intayin oqko'ngil, sabtil, boshqalarni o'zidan ustun qo'yadigan, başqalarga yardım qilishni naydi oliy bir sharaf deb bilgan bir millatdan. Men bu şunun üzünü Uyg'ur to'rbatchiligida ko'ryapman. Uyg'ur diyorida shunday ko'p Uyg'ur to'rbatlari qurilibdi. Uning ko'pinchisini qatqalanamisi sayyora qilibdi, o'zining vaqtini, pulini, zehnini chiqarib ashtaqa qildiribdi. Shu o'zimizning yurtiga, xalqimizga foyda bo'lsin deb. Shunga shunday ta'sirlandim. Endi hozir her bir kişi için özü bir hizmet işlep, özünün cennet bekitmeyi şunun muhim. Yani şunun sırtı da işte vaktini, pulunu, zihnini çıkarıp maaştan kılıç asan emez. Yani şu Uygur torbacılığının özüden endi Uygurlarning yaşındaki alıcında kısatlarını kurup aldım ben. Yani o birisi Uygur torbacılığı şu başlangıçta daha uzun vakit olmadı. Açta turup mu, kısa vakit içinde tez tarak kılıp şu süpet cihetin, tekniklik süpet olsun, mezmun kurulma arkası cihetlerden ilgar bir seviyeye yetkiliğinden tesirlendim. Ben bunu şu konu zihni torbada çıkışta halı kıyınlığımızda oylaydım. Mektepni adeten bitirip bu torbetleri yeniden çıkan vakitlerde. Hazır karsam o endişeler bittiler yok oldu. Torbetede işletilen nurgun imşah detal kurallar tiz meydanına gelip yaşlarındaki seyyar işiş arkalı kandı. Şunu da tez terakki edip yukarı seviyeye yetti. Şu ben onu şunda suyundum. Aşçılarımı bana ait çok ilham bu adı da çetalda durup bende. Uyg'ur to'r bekatlarini kuzatishingizcha hozirgi Uyg'ur to'r bekatchiligining holati, ko'lami, saviyasi va yo'nalishi qanchalik darajada deb qaraysiz? Hozirgi to'r bekatchiligimizni zodi qanday qilganda ilg'or, sarxil, xalqqa texnik naf bera oladigan to'r bekatlar saviyasiga yetkazgili bo'la. Bu vaqtdagi taklif fikrlaringizni kam kuchada anglab boqqan bo'lsak. Endi shu yaqinqi bir necha yilnoma baynida to'rbatning o'zida suhbat olib berish, bo'libmi Uyg'urlarchidagi ilg'or shaxslar alayda natija qozongan yoki o'z kasbida boshlang'ich o'qiyotgan shaxslar bilan suhbat o'tkazish, mana bir to'r suhbat ma'niyatidek bir narsa vujudga kelib, mo'l mazmunlar yo'llanishga boshladi. Buning bir mag'zul bo'lib qoldi. Endi bu jihat buni yaxshi deb o'ylayman. Bu Uyg'urlarniki o'z-o'zini qaytadan bayqash bosqichi deb o'z-o'zini qaytadan bayqash faoliyati deb qarashga bo'ladi buni. Nima desangiz, xil uzoq bir mazgil Uyg'urlar o'ziniki faqat salbiy tarafini ko'rib, ijobiy tarafini o'zidagi yaxshi ishlarni ko'rmay, biroz tushkulish ahvollari yuz bergan. Endi yaqinda suhbat orqali shu Uyg'urlarda qanday odamlar bor, qanday ishlar bor, bu ishlardan to'rchilar xabar tepib Uyg'urlarmi bosh emaskan, Uyg'urlarda nishon qotgan odamlar bor ekan deb, ko'p kishilarga ilhom berib, yaxshi bir ish shakllandi bu jihatda. Endi menimcha bo'lsa, bundan keyin buni texnik taraqqi qildirib, shu Uyg'ur ziyolilarining shu to'rbetdagi rolini texnik yaxshiroq joriy qildirishga biroz tirishsa deb o'ylayman. Ben nurun torbatları qarsam, şu meşhur şəxslərlə ötküzülən söhbət degan bir sahiblər barkən, hani köpüncüsü bizim meşhur şəxslərdən artistlar, naxışçılar, usulçular köp bolğandan şular köprək salmaqni egəllədi ekan endi. Menimcə ziyarlarım endi bu düşüb
o'zining bilim doirasida shu ommabop qilib shu to'liqsizdan yuqori saviya madaniyat saviyasi bor kishilar tushuna oladigan bir darajada endi o'zining bilimini xalqqa yetkazishga bir tirish baqsa deb o'ylayman. Bu ishlarda chet elda nihoyatda kengri. Chet elda shu ma'lum bir kasbiy sohada nihoyatda natija qozongan kishilarniki hammasi o'zining torbiyati bor. Torbiyati bor, uni o'zi yasashini atayin. Ular odam yollab yasatqizdi, lekin o'zining nurg'un asarlarini shu yoqqa qo'yib qo'ydi. Xalq boshqa foydalansin deb endi. Endi Uyg'urchada endi bizniki Uyg'ur diyori butun davlat miqyosida aytganda bek cho'ng ham emas endi kitob yo jurnallarni targ'ib qilish uncha yuqori emas. Ashtax bo'lgandan keyin torbiyatda nihoyatda zo'r rol o'ynaydi deb o'ylayman bu sohada. Shunga ziyonlar qo'shimga kelib o'ziniki shu o'z bilimini xalqqa berish, bilimning zakatini berish musohada bahra qilsa deb umid qilaman. Onda siz hozir chet ellardami o'zining ayrim to'r bekatlari bor deb aytdingiz-ku. Unda shu o'zining mazmunlarini to'g'ri chiqarammi yoki undan sirt mazmunlarni masalan kishilik manfaat zo'q beradigan yoki bo'lmasa xalqqa foydali mazmunlarni chiqaramdi? Mening ko'rganlarimda o'ziniki tadqiqot mazmunlarini asos qilgan shu asosda endi bir sohadagi bilimni keng doirada boshlab tunishtirish ashtaq torbatlari bek ko'p. Hozir endi bir torbada kirib bir shu lozim bo'lib qolsa sizga shunchaki muhim so'zlarni kirib izlasangiz nurg'un torbatlar chiqadi. Siz izlagan bilimning hammasi chiqadi torbatadan. Ashnalardan burunqidagi kutubxonalarga berib material izlaydigan ishlar tugab ketdi hozir. Hammasi torbatada bo'lganligi uchun. Endi bu bilan diqqat qilganim o'zim ba'zi bir kishilarning kitoblarga biroz qiziqib, ismini bir yerdan anglab, mushlandagi nima asarlari bor, qanday asar bor deb torbata kirgizib izlab baxsam endi birdan nurg'un shu topa olaman-da shu odam to'g'riliq. Ba'zi bir qismini o'zlari qurgan torbatlarda bor ekan bu narsalar. Shunga qarab shuna ta'sirlandim endi. Shunga Uyg'urlarniki endi ziyolarimiz xili bor bizniki ham. Endi mushtahatda texnik rol o'ynasa degan umid qilaman. Siz chet ellarda yuzdirona va to'r vasitasi orqali nurg'un Uyg'urlar bilan aloqalashib turasiz. O'zingizning tajribalari va tahlillari asosida chet ellardagi Uyg'urlarning hozirgi ilmiy, madaniyat va ijdoiyat holatini qanday baholaysiz? Chet elda o'qib, unvonlab, aniq hozir u yerda ishlayotgan Uyg'urlarniki umumiy qilib aytganda ahvoli intayin yaxshi. Ular hammasi o'zining xizmat o'rin idoralarida nihoyatda ilg'or shaxslardan bo'lib ishlayotdi. Men buni o'tganda bir yozmadim hozir xulosalab qo'ydim. Men o'tul xulosa emas, o'zimning bilganlarini kirgizib qo'ydim endi. Chiqib nihoyat ilg'or. Bu bir taraf, ikkinchi bir taraf chet ellik Uyg'urlarmi o'ziniki shu farzandlarining kelgusi mushunga nihoyat ko'ngil bo'lib, hozir imkon bor o'zi yashagan rayonda bir xil Uyg'ur jamiyati shakllantirib, o'zimizniki madaniyati bo'yicha yashash, bolalarga o'zimizniki madaniyatni tashkil qilish, o'rgatish, mushlarni ham turli olib beryapti. Mushlar bir narsa jamiyat shakllanyapti. Uyg'urlar biroz to'plashib yashagan o'rinlarning hammasida masalan bir 5 oiladan ko'p Uyg'urlar bo'lsa, mushlar bir narsa shakllanyapti. Mishaniki urf-odatimiz bo'yicha amaliyotda bir qism urf-odatlarini meqirgan obraz saqlayapti. Masalan, chet eldagi qizlarning hammasi tabaqa shunda usta. Boshqa yerda yo'q. Boshqa mehmondosh bo'lgan chog'da bozorda keladigan tamoq yo'q, shunga hammasi uy deydi. Bu yerda atvali, cho'ng olib, qizamishim yaqin bormay, chet elga ketgan qizlar uy tamoq shunda usta ketib boradi. Hammasi Uyg'ur taomlari bizdan shu lag'man, polon, manta, cho'chiri degandek. Ashtamoq shunda usta. Miyadagi qizlarni biroz unutib qoldi deb angladim. Bu jihatda chet eldagilardagi o'zimizniki shu odatni endi an'anasini o'tdan saqlayotdi deb o'ylayman. Mush yoqda bir misol deb so'zlab beramsiz. Masalan, endi bizniki Los Angelesda 18 oiladagi Uyg'urlar bor. U odamda biz yashaganda, odat yashagan chog'da nihoyatda turmushimiz pek nendaymiz, turmushimiz bizning yurtimizga o'xshamaydi. Bizningki Uyg'ur madaniyati mavjud emas. Endi biz bitta chet elliklar bilan turmush chet elliklar bilan ishlaymiz, boshqa odatdagi bizning turmushimiz Uyg'ur madaniyatini o'xshatgan chog'da madaniyatsiz yashaymiz ishkim bo'ldi. Bizning Uyg'ur madaniyati yo'q u yerda. Ashla boshqa Uyg'urlar endi bak odam sig'inadigan millat, biz bunda bir o'tirib paranchni yaxshi ko'ramiz. Shuni mesela bir madaniy faoliyatimizni davomlashtirish uchun endi u yerda o'tirishlar bo'ladi. Ba'zi nazar bo'ldi, to'y ancha bo'lmaydi. To'yda men Amerikaga chiqqan yoki bir 2-3 to'yga qatnashmoqda mumkin. U yerga to'y bilan to'yni islashtirish mumkin emas endi. Ko'p oddiyroq u yerda o'xshamaydi. Endi bir narsa shu undaq bir yerda o'tirib paranchib ko'ngilchi qilish uchun Amerika bizniki Los Angelesda oldingi yili ayollar o'tirib chey boshlangan. Endi u yerga ayollarniki, qizlarniki kichik bolalar ko'p endi 4 yoshlik, 6 yoshlik bolalar ko'pda. Boshqa
ayollar bir yilda choy o'yindi navbatlashib oyda bir qatim chaqirishib erlar uyda bal vaqti shunlar bu yillardan erlarni qo'shib kelib biz baliq o'tiramizmi biz o'ynaylik deb endi bu ayollar baliq o'qib erlar o'ynaydi endi ashlar qilsak endi biz tomoqlarni uyda yeymiz bizning sirtdan akildigan biz ozmiz deydigan tomoq yo'q u yerda topib bo'lmaydi mumkin emasda masalan bu boshqa polo manta to'g'go'sh mesela cho'ng tahsildagi to'xma ash tomoqlar ashdan hammasini samsa degan narsani uyda pishirib endi nihoyatda mehmon sonimiz mo'l u yerda mo'l megrak isrof qilmaymiz lekin mo'l endi ashdan hammasini uyda chiqaramiz endi uyda chiqarib ashdan bilan bir tarafdan tomoq bir tarafdan paranglashib degandek ashda o'tirib bizniki madaniyat shu orqali ham o'zimizniki bu uyg'ur madaniyatiga bo'lgan bir xil sig'inish shuni biroz qondirib olamiz endi. Bilishimcha siz bir tabiiy olim emas, yana bir ma'rifchi, ma'rif tadqiqotchisi. Yaramliq ikki farzandni tarbiyalab kelayotgan yaramliqda. Mushnuqlardan farzand tarbiyalash, oila ma'rifidagi asosliq tashabbuslaringizni, tajribangizni konkret so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat. Men sizlarga degan gaplaringiz hammasi menga bergan rag'bat deb tushunaman. Men yana bir oddiy optika injeneri, qolgan narslarni ancha-muncha qo'shimcha qilib qilyapman. Uni maqsad tadqiqot unda epaga yerim yo'q. Endi Mandan shu vatanga qaytib kelganda yaqinmi shu bola tarbiyalash to'g'riliq ko'p savollar tushyotdi. Endi men o'zimni hozirgacha bola tarbiyalashdan muvaffaqiyat qozongan dada deb hisoblamayman. Uni kelgusi ko'ramiz bolamiz qanday chiqarganligini. Endi shunday bo'lsa-mu ayni vaqtlarda buni bir nazariya nuqtasidan ko'p o'ylamagan. Endi ko'p o'ylamagan, lekin ota-onalar uchun bola eng qimmatlik. Bola muvaffaqiyatli bo'lmasa, ota-onangiz muvaffaqiyatli bo'lolmaydi. O'zining muvaffaqiyatli bo'lgan hisoblanmaydi. Ashta bo'g'ashqa endi biz bolaga ko'ngil bo'lib kelganda burun tortib. Yaqinda bu ish to'g'riliq biroz bir yuqori saviyada o'ynab baxtim. Zodi shu bir oila munosabatini qanday o'rin qo'yish kerak degan narsani ashta o'tirib o'ynab baxtim. Lekin chet elliklarniki bo'libmi, amerikaliklarniki oilaga bo'lgan muomalasi, bu tarafdagi ko'z qarashlarini biroz ko'zib baxtim. Shu orqali meniki yozmalarni o'qigan yoshlar cho'qin biladi. Men mana oiladagi munosabat, xizmat boshlarni bir tizib chiqdim. Qas eng muhim deganga. Endi shunda endi er uchun ayol eng muhim, ayol uchun er eng muhim bu birinchi o'rinda turdi. Ikkinchisi bola, uchinchisi ota-ona, to'rtinchisi xizmat, undan keyin do'st birodar tuqqan mundaq ma'noda deb ashta tizdim. Amerikada bu narsa night aniq endi. Er xotin ikkisi birinchi o'rinda turdi, ikkinchisi bola. Ashta bo'g'ashqa bu bola tarbiyalashdan night yuqori o'rin qo'yib turib qaraydi. Bu bola tarbiyalash yuqori o'rin qo'yib qaraydi degan joyda endi bola ashta buyum bo'lganligi uchun masalan ma'zuma degan gaplarda faqat o'yin tomosha tizimida o'yin tomosha yo'q buning ichida. O'yin tomoshadan jiq aqs kelgan narsada ashta bo'g'ashqa butun kuch bilan oldindan bolaning ehtiyojini qondirib eshiniganda boshqa narsa qilamiz degan gap. Bu ishda hozir Amerikada umumiy ashtaxta endi mayli yapılıqlar bo'lsin, mayli amerikaliklar bo'lsin va bir bola tug'ilgandan keyin ona endi ko'pincha ahvolda ishlamaydi u yerda. Ishimiz bilan jannabiy qilmoqligi uchun ishlamaydi. Birisi jannabiy qilmoqlaydi, ikkinchisi bolani ashtaq tarbiyalamasa, bu yuqori sifat bilan tarbiyalanmaydigan bo'lganligi uchun ona butun kun butun zehnini bolaga qarab turib bola tarbiyalaydigan gap endi. Ashtaq ekan. Shunga o'lqi shu masalan aqtarlikniki bolalari nihoyatda adab axloqli ashlarga kichigidan tortib nima to'g'ri, nima xato birdan o'rgatadi. Yopiqlarni shu. Bir kichikdan bir xato deb olsa, bola mashina xato qilding, buni bunday qilsan deb birdan o'rgatadi. Ashlar tillab urib bunday qilmaydi, siliq qilib o'rgatadi. Ashlar qilgandan keyin bola kichigidan tortib nimaniki yaxshi ish, nimani askish, nima to'g'ri, nima askashlar o'rganib chiqadigan gap. Endi bu birisi. Ikkinchisi bolalarga kichik vaqtdan tortib endi mustaqil ish qilish, biroz tavakkulchi qilish iqtidori bo'lish, bu ishlarga endi ota-onalar intan ko'ngil bo'ladi. Bo'libmi bolani rag'batlantirib turish nihoyatda muhim. Sizlar o Hollywoodga yilda bir qatim o'tkazilgan Oscar mukofotini bergan murasimlarni ko'rib baqdinglarmikin? Shu mukofotga chiqib so'zlaganlarni sizga diqqat qilgan bo'lsanglar, ularniki birinchi deydig'ini men oldindan ota-onamga rahmat aytaman. Shularniki meni kichigimda deb rag'batlantirib, bolam mashina sen cho'qim qilalaysan deb turib, rag'batlantirib turg'unga rahmat aytaman deydi. Demakchi, ashyo kishilarniki muvaffaqiyatli bo'lishida ota-onaniki kichik vaqtdan tortib rag'batlanib turishi cho'ng rol o'ynagan gap. Amerikada endi bolalar tarbiyalaydi. Bolani sen bu dunyodagi hamma qilalaysan deb tarbiyalaydi. Dört sağın demeydi o. Sen hemşire olaysan deb. Şu mesela o'tganda bir sorun o'tirib, bir xonim meni savol so'ragan edi, bir to'liq bir misol keltirib qo'ydim.
Ba'zilarda balangiz sizni gol deb birishda aldab siz o'qisiz aldag'aligini aldab siz yolg'onchilik qilib endi ashta bir narsa aldab bir narsa ashta qismi siz balangizni aytlamay chandamay turib voy bolam xatos qilsan deb chandamay turganingiz yaxshi chandamay turib sal o'tkazayotgan ekan bolam mashina qilsan xato yolg'on qilsan xato deb ashning o'ziga nisbatan o bolam xatos qilsa isli qilib ketibsan deb deyishingiz kerak ashta desangiz bola otadan gol yoldim deb biroqlar o'ziga bo'lgan ishonch ashudi bolaniki ishonch ashudi shunga bu yerga muhim nima bo'lsa hargiz balaniki ishonchni urmaslik kerak har qanday ahvolda uni yarg'och emas aksicha uni texmo taraqqi qilishga kerak bolaning o'ziga bo'lgan ishonchini ashta qilsa cho'ng bo'lganda bola cho'ng ishlarni qiladigan bo'lib cho'ng bo'ldi endi meniki yana bir ko'ngil bo'lgan tarafim endi biroz o'qib turib hozir qadar qilib kelganishning birisi shu bolaga ulgu bo'lish ota-ona ulgu bo'lish bu bek muhim endi men bek odil o'ydim odil sirtim odil bolalarım bek odil endi ashta boshqa ko'pincha vaqtlarda o'zimniki manfaatni qurbon qilib bolani o'zimni yuqroq o'rin qo'yib ashta kelgan boshqa ularni tabiiy holda lekin bizga nisbatan bizning gapimizni anglaydigan biroz bizning deganimiz ish qiladigan ishlar qanday bu yoshlarga yuzlanadigan ashta bo'lib kelyapti endi bola tarbiyalash bu bir cho'ng ilm uni miyada bir 5-10 minutda so'zlab bo'lmaydi yaqinda bir necha shu do'stlar deb shu masalani o'tirib qo'ydi shu bolani qanday tarbiyalasak bo'ldi bo'lsa mushtoqlik izni taqsim bo'lib ekan deb endi xudoyim bir islam qaytib qolgandan keyin mushtoqlik izni bir narsa yazay deb o'ylayapman bolani qanday tarbiyalash to'g'riliq endi bu men optika injeneri men nima so'rasa bilim chiqargan emas o'zimda bilimlar yo'q endi ashta bo'lsinmi ingliz materialini ko'rgandan keyin biroz material to'plab izlanib shuni bir yozib chiqib yo'llab beray deb o'ylayapman. Anlasaqmı şu hamda kişilerden anlaşımcha hamda hammamiz aşa deymiz-ku, odatda chet elliklar bolalarni kichik vaqtida nimaga qiziqsa, bizning miyadamda 9 yillik majbur ma'rif deb cho'qim birinchi sinfdan boshlab, jurnal unda to'liq o'tirib tugatgacha cho'qim o'qiymiz-ku. Lekin ham chet elliklarda bolalar nimaga qiziqsa, kichik vaqtdan boshlab shuni beriydi deydi ekan. To'g'ri, u deganiz to'g'ri. Men shu bu qatam yurtga kelgandan keyin bu savol birinchi qatam tushdi menga. Men bir necha ahvollarda, masalan, men kasbimni qanday olsam bo'ldi deb o'zi ahvollarda mesela ben doktorluk qilganim yaxshimi, klinik doktor bo'lganim yaxshimi, tish doktor bo'lganim yaxshimi yoki dorgarchilik o'qiganim yaxshimi, siz qaysi yaxshi deb so'ragan savollar bor. Men darhol siz o'tirib, yurgingizni so'rab beqing, sizni qaysi qilgingiz bor deb so'radim. Endi Amerikada ota-onaniki bolani tarbiyalash majburiyati bor. Bo'libmi 18 yoshga kirganchilik bolaga obdan qarab, uning butun ehtiyojidan chiqib, obatdan degandek, ashta muhim ishlarda bola ko'ngil bilib bo'libmi? Bizniki bolasini nayt obdan kuzatib, ularning xosiyat alayligi bor, xosiyati ojiz taraflarini qanday qanda to'lab ketgan bo'ldi, uni itildirgan bo'ldi. Mushatni nayt isil kuzatdi bola. Ashta qilmangib 18 yoshga kirganchilik shundoq bilan boqadi bola. 18 yoshga kirganliklar chiqib o'tadi, aydan bola o'z-o'zini boqadi. Shunga ularniki bu hayotda tutgan bir prinsipi 18 yoshga kirganchilik boladan tarbiyalaydi ular. 18 yoshda keyingi ishlar bo'lsa bitlar bolani o'zi qo'yib beradi. Bo'libmi, shu kelgusida nima qilish to'g'riliq qaror chiqarishda buni bitlar bola o'zi chiqardi endi. Bu sababi nima degan chog'da ota-ona baribir boldan boldir tuyab ketadi. Qildigan xizmatni bola qiladi, ota-ona qilmaydi uni. Ashta boshqa uni bola o'zi tanlamasa agar o'zi yaxshi ko'rmaydigan bir kasb kirib qolsa, bu xizmat ishlash bola uchun biz huzurli olmaydi, u bir azob bo'ldi. Har kun ishga borgisi kelmaydigan, ishga bo'yinda qadaq boradigan, ishga tushkunlashadigan ashta bo'lib qoldi endi. Shunga bu Amerikaning ko'z qarashida xizmatning o'zini bir huzurlanish jarayoni nima chiqarsangiz, shuni yaxshi ko'rdi qashda kishilar to'liq xizmat olmish yurib, o'zi nima qiziqdi, nimani eng yaxshi qildi, shuni tamponlashtirib, tanlash uchun nurg'un xizmat almashtirish yurib, eng oxirida o'zi eng yaxshi ko'radigan, lekin eng yaxshi qila oladigan shuni birlashmasi, shuna bir narsa deb shu turdi lekin shunda umr bo'yi mang'odandi. Shu bu bek muhim. Ota-onalar bolaga kasb tanlashda endi biroz yo'l ko'rsatisi bo'ladi sirtdan. Masalan, makasb andaqkan, shuni sen bilamsan qanqig'ing bor deb. Anda qilsa bo'ldi, lekin majbur kasbni tanlasa hech to'g'ri emas. Nima deganda u kasbni qildig'ini ota-ona emas, bola o'zida. Shunga bola tanlig'ini yaxshiroq deb o'ylayman. Dağsa erken stakaka sizden bir so'rani so'rag'im kelyapti. Mushu siz shu kichik vaqtingizdan boshlab o'zingizga bir formulani tuzib ketgansiz. Mushu asmlaringiz biz aslab esingizda ekan. Bo'ldi. Endi bu formula qanday kelib chiqqan desangiz, men shu Shinjang universitetida o'qish jarayonida endi bir ikki yillardan keyin biroz men o'rganish, xizmat, o'zimni o'rganishi, kasb o'rganishi,
tilginish, o'quvchilar xizmatlari bu yerda biroz ko'zi ko'rinib, ashta qildim men. Shu chog'da nurg'un bolalar suhbat o'tkazatdim men. Shu siz qanday qildingiz deb so'ragan savollar ko'p tushadi. Bu ishni qanday qilsa muvaffaqiyat bo'ldi deb. Shu chog'da azroq o'ylanib endi bir oddiy bir tanlab tuz baqa shu vaqtning o'zida. Muvaffaqiyat degan talant, tirishchanlik va fursat shuniki yig'inchiga tang deb boshlab bir o'zimniki ahvol qarab boshlab bir xulosaga kelgan. Shu xulosani bir qatim bir yangi qo'shlarni qabul qilish marosimida bir yo'q qog'oz yozib o'tib chaplab qo'ydim deb o'ylab baqqan. Bu chog'da o'quvchilar uyushmasining raisi o'g'ashqacha qilaydim. Ammo unda qilmabdi ekanman. Lekin shu ishlar bir tangni tuzib chiqqan. Yaqinda unda murakkabroq qilyaptim. Lekin endi ashtanlama hozir men xil kuchga ega endi. Aql, tirishchanlik, aniki fursat. Endi uyg'urlar uchun fursatniki salmiga bak egri to'xtaydi hozir endi. Fursat jihatda naydi, jiq kuchimsak fursat qo'l kelmaydi. Lekin ashtanlama hozir kuchga ega deb o'ylayman. Endi bu tanlama biror masala hal qilib bermaydi. Faqat hal qilib beradigan nima desa, masalan, oliy maktab o'quvchilarini aytsak, ular oliy maktabga degan shunday tanlab kirganda, ular tanlab kirgan imtihon berib, shu nurg'un o'quvchilarning orasidan tanlab kirgan. O'tish kuni men birsini egallab baxsam, biror ming o'quvchi iltimos qilsa, hozir qabul qilinganini necha bir 40% bo'lamdi ekan, yo undan ozmikin, ashtaraf bir gapni oldim endi. Demakchi o'g'lim shunday aqli yaxshi bolalar tanlab kirdi deganda, endi shu bu shartni hozirladi degan gap. Endi ikkinchisi tirishchanlik. Endi shu fursat bu bo'lib, aqlim bo'lib, tirishchanlik bo'lmasa, muvaffaqiyat bo'lmaydi dedim. Meni asos demoqchi o'g'lim shu narsa endi. Shunga bu jihatda tirishchanlik jihatda endi hammadan bundan o'ylansa bo'ldi. O'riqlaymikin deymi? Tamoqni azaytaymikin? Ziyonliq. O'riqlatish to'g'risi yeymikin ya? Bo'lmasmikin? Tabiiy ham bexatar o'riqlaydigan chora topsam bo'ladi. Bilamsiz, meva yapma o'riqlig'ili bo'ladi. Furqan Zilva o'riqlatish mevasi ko'k aynollardan ishlangan tabiiy mahsulot bo'lib, sizning sog'lom va tez o'riqlashingizdagi eng yaxshi tanlashingizdir. Furqan Zilva o'riqlatish mevasi badandagi mayni serib qo'saqni kichiklatib, qavziyatni ravolashtirib, sog'lom va tez o'riqlatadi. Furqan Biopantexnik cheklik shirkati. Bizning ko'n tushunchamiz bo'yicha tabiiy fan shug'ullanayotganlarning qo'lidan ommabop adabiy maqolalarni qamlashtirib yozish toza kelmaydi deb qarab kelayotgan edik. Siz maqola yozishdagi bu jonliq uslub va qobiliyatni qanday yetildirgan? Maqola yozish haqidagi tashabbuslaringizni o'z og'zingizdan anglab baqqan bo'lsak. Ben onu şu Uyghur tilida o'qigan maktablarda o'qib ketdim. Biz hozir o'ylab baxsam, şu Aqsa birinchi o'tirlar adabiyotni bak yaxshi o'tib ekan. Nimshalarda eslasangiz bu mandaq maqolani mandaq yozish bu hozir qilib ish emas. Men universitet o'qita vaqtlarimda mu ancha bir narsa yozdim, ma'rifat jurnaliga, yoshlar jurnaliga, taklif qilgan joyda yozgan o joyda endi. Undan boshqa mening bir maqolam bor, men qanday o'rgandim degan. U bir maqolani e'lon qilgandim, lekin tabiiy fanlarniki, tabiiy o'quvchilarining oliy maktabga tayyorlik qilish usuli deb bir maqola yozgandim. Ashta narsalar yozsam, shu chog'dami buni tahlillaydiganlar ancha o'zgartmalar bosatdi. Ham jiq qat'iyyatdi bilan nasarimni. Lekin qurilmasini uncha o'zgartmaydi shu ommabop yozdiganlik men. Endi hozir chetga chiqib bir qism kitoblarni o'qib turman davomli men falsafalik, shu kishilik hayot, muvaffaqiyat, doiy degan o'xshash ashta narsalarni o'qiyman. Ashta o'qib baxsam, shunchalik donliq odamlar yozgan kitoblarni ko'rsangiz, uning tili shunchalik oddiy. Endi misol agar shu kitob uyg'urcha qolsa, bizim şu Uyghur diyarındaki tulsuzluğun balları okuşlarlaydı kitaplarını. Şunçilik adli tilde yazdı iken bu. Yani bu buna öyle baksanız akıllı muhabbet nasıl iken. Neymiş kalırsanız, yani andak turmuşka ait felsefi mandak kitaplarını köpünce hemmeden okusun da yazdı yazgılarım için. Yani açtık oğanlık için hemmeden okup düşünüş için onu adli tilde yazması kılamayan gibi. Yani bizimki miyar yazılgan bir kısım neslerini xila obdan sayısamız okup şengil olmayken. Başta oğandıkken onu okuyduğun adam az, onun paylanan, onunki ünümünden paylanan adam az oldu diyen gapta. Şuna Amerika'da anasını köyendeken bu işkimi tekrar köngül bulduğum buldum. Köngül bulduğum buldum imkan var, adil sözler. Hem de yan bir taraf ben bir tabii pençilik adam hazır vatandın ağırlığımı 25 yılda yaşayıp gitti bana. Açta bu aşka yatan 80 okuş bitirdik. 85 yılda yapınca gittim 24 yıl oldu. Anda bizim Uyghur diyardan çıkıp da endi. Açta olup, meniki Uyghur tiliniki yaqinki so'zliklar bu narsalardan ancha xabarim yo'q.
Meniki ko'plab Uyg'ur kitob qo'yadigan, Uyg'ur kitob o'qiydigan vaqtim yo'q endi. Shunga ko'pincha shu burun ismini qilib qolgan so'zlarni ishlatib yozyapman. Topolmasam lug'at taqtirib, faqat bo'lmasa inglizcha yozib qo'yaman. Masterda elib narsaga ingliz ma'nosi ma'lum deydi. Ben ashta qilib ketyapman. Lekin odil o'qim bu. Endi boshqani o'zimizning yozgan narsani boshqalar o'qisin desak, u chuqur boshqalar tushangidek bo'lish kerak. Unda bo'lmasa hech kim o'qimaydi. Ham foydalanmaydi bu mazmundan. Abi siz deb o'tdingiz, Uyg'ur tili ba'zi kitoblarda gap so'zlar bizda murakkab bu. Lekin ingliz tilida anglashimcha o'rgangichlar qancha oddiy tilda so'zlasa, boshqalar shuncha hurmatiga sazovor bo'ldi deydi ekan. Shu ashunda bu xalq kitob o'qish jarayonida bu shu kishining nomi chiqadigan gapda, masalan bir kitob bo'lganda o'qib boshlagan lekin maxsus uni bog'laydiganlar bor. Bog'laydiganlar baho yozadi o kitobga. Siz hozir Amazon degan bir torbet bor. And u kitob sotishda eng davomli bir shirkat endi internetda kitob olganda. O'sha qarasangiz har bir kitob chiqqandan keyin uni ostiga kishilar baho yozadi. Shu baho yozgan chog'da buniki ommabopligini aytib bir muhim omilda. Men o'tganda mana torbetida mush gapni chiqargandan keyin ommabop tilda maqolani ommabop tilda yozishni chiqargandan keyin ba'zi bir to'rdoshlar agar unda qilaversak o'g'illarniki murakkab yuqori saviyalik so'zlikni ishlatmay til sevishib ketmamdi degan fikrlar chiqdi. U degan to'g'ri. Lekin menimcha yozgan maqola kitoblarni ikki turga ayirish kerak. Uni birisi butun xalq ommasiga qaratilgan kitob, birisi ilmiy maqolada. Ilmiy maqola murakkab yozilsa bo'laverdi. Nimishqa deganda ilmiy maqola, ilmiy muhokamaga qatnashganlar shu kasbdagi kasb ahlari bo'lg'achqa, ular qancha murakkab bo'lsa tushunolmaydi uni. Andagi tilniki safosini orqali saqlash kerak endi. Lekin butun ammo kan xalq ommasi foydalanadigan narsalarni chuqur ommabop tilda yozish kerak. Ashta bo'lmasa u xalq ommasi uchun foydasi yo'q ekan. O'zingizning kasbdagi hozirgi tadqiqotlaringiz, utuqlaringiz va izlanishingizga biz uzundan buyon qiziqib kelyapmiz. Bu haqda bizni bir xabardor qilgan bo'lsangiz. Endi bu ma'rifat torbetiga kirib qarab qolganlar biroz bilish mumkin. Men hozirga qadar e'lon qilgan ilmiy maqola 70 ni oshdi. 70 pachadan oshdi. Buning ichida patentning 3 bor. Patentning 3 bor. Amerikada kitob BP degan bir narsa bab degan birinchi bab, ikkinchi bab degan narsa emasmi? Mush oliy maktablardagi tadqiqot o'rinlaridagi mutaxassislarni yig'ib ma'lum bir temasida bir kitob tuzaylik deb bu kitobning har bir babini o'xshagan guruhga taqsim qilib berdi. San yozganda o'ziniki tadqiqot natijasiga asoslandi. Ashta qilib uni birlashtirib bir kitob yozdi. Ashtadan chiqqan narsamizni kitob BP deymiz endi. Kitobning bir BP degan gapda uningdan 3 va aniq qolganlari jurnal yo yig'inlarda ashta e'lon qilindi. Endi men hozir shu Amerikadagi NASA degan olam qatnashchilari ishlayapman. Bizning idorada 5000 dan ortiq odam bor. Bu NASA'niki 10 markazi bor Amerikada. 10 markazi bizning idora shuniki birisi sal muhim tadqiqotlarni olib boradigan o'rinda. Jami 5000 odamimiz bor. Bu 5000 ichida 3 dan biriniki 1700 doktorlik unvoni bor. Yeni qolgan 3 dan bir qismniki magistrlik unvoni bor. Qolganlar hammasi oliy maktab bitirgan. Shunday. Endi nurg'un qaynatib chiqaradigan narsalarni bizlarda tadqiq qilamiz. Ham chiqiramiz, ham boshqaramiz. Bizning hozir olam boshida uchib kelgan narsalar 19 bor bizniki. Uning ichida Marsning ustida 3 mashina bor hozir. Men uchirayotganda ashuna qildi. Endi meniki yaqinda o'qishimcha o'zim idoralar izlab kirib vaqtim shu Turkiy millatlarning ichidan men yolg'iz kelman idoradan. Menda boshqasi yo'q ekan. 2 yil oldin qizim kirdi idoraga, Uyg'ur bo'ldik. Ashlab bo'ldik. Anniki meniki qildigan bir ishim endi qizim men tunishtirdim. Men bunda xizmat bor ekan dedim, iltimos qilib kirdi. Amerikada kasbdimi? Yo'q, unday emas. Mening qizim o'qigani iqtisod kasbi. Iqtisod kasbi shuni o'g'li moliya bo'limida ishlaydi. Lekin xiljiq pulni boshqaradi, $500 million pulni boshqaradi. Aşağıdaki moliya bo'limi $500 million pulni boshqaradi. Endi mening qilayotgan ishlarimning birisi shu koinotda jonliqlar, odam o'xshash jonliqlar bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan boshqa planetalarni topadigan teleskop yasash endi. Shu ishni qilyapman. Bu olam qatnashish darsiniki 3 cho'ng vazifasi bor, nishoni bor. Buning birisi biz nereden keldik? İnsanlar yashari nereden keldi? Shuni aniqlab beqish. Ikkinchisi biz nega bormiz? Shu koinot bir cho'ng portlashdan paydo bo'lgan, buningdan 13 milliard yil burun. Endi eng oxirida qanday bo'ldi uning taqdiri? U hozir portlab cho'ng bo'lgandan keyin kishilar yo'qolib ketamdi.
yoki bir xil turamdi yoki davomli kengayib manamdi, mana shuni aniqlab chiqish. Uchinchisi, koinotda bizdan boshqa odam bormi yo'q. Shuni aniqlab chiqish. Endi nurg'un to'rdoshlar, qarindoshlar mashburunki UFO degan uchar taqsining gapini ko'p anglagan. Uchar taqsining ishini Amerika yolg'on ekan deb xulosa chiqarib aytgan. 1977-yilda. Ashning bilan bu hujjatga hozirgi tadqiqot asosan to'xtab o'tgan. Hozir bu tadqiqot qilib bo'lgan kanallarda bir uchar taqsi markazi deb bir tadqiqot markazi bor ekan, lekin Amerika olburun to'xtab o'tgan buni. Uni yolg'on deb chiqarib o'tdi. Amerika jami 165 tak odamni tizimlabdi. Men uchar taqsi chiqib qoqqan, bir hafta turib tushdim deganlardim. Uning ichida xeyli yuqori xizmat o'rinlarida ishlaydiganlar bor ekan, yuqori unvonlar bor. Ama keyin uni tafsil tekshirish orqali ular yolg'on ekan deb. Xabarlarda bor Amerikada yolg'onchilarni yolg'on rasmiy yolg'onchini tekshiradigan mashina sifatchi bor. Shuni da degan gapiniki Rossiyalar tekshirlaydi hozir. Endi o 100% to'g'ri emas ekan, lekin meni bilishimcha 95% dan yuqori to'g'ri chiqadi ekan endi. Ashlar sepet qilib ular ham yolg'on ekan deb. Yolg'on so'zlagan model qilib bilib olgan da. Yo'q, unday qilmaydi, uni 5 soat yotqizib qo'yib turib so'rab. Ashlar turib aniqlaydi. Kinolarda ko'rib bo'lishlar mumkin, ashlar qildi endi. Shu orqali tepib axir bu yolg'on ekan deb chiqarib aytdi. Endi bizniki muasahada ishlaydiganlar ikki narsaga ishonamiz endi. Birisi koinot cho'qim adam bor. Jalliqlar bor, boshqa planetlar bor deb ishonamiz. Nima desangiz, bizniki Quyosh sistemamiz, Quyosh 8 planeta bu galaksiya deb ataladigan bir samoyili galaksiya deb ataladigan bir galaksiyada endi. Bu samoyili galaksiyaning o'zida 200 milliard yulduz bor. 200 milliard. Ma biz aşmışlar qarag'achalik ko'zimizda ko'ramiz. Agar uni siz bir teleskop bilan ko'radigan bo'lsangiz, qumni ko'rganda ko'rsiz, qumga o'xshaydi. Yulduzlarda qumga o'xshaydi. Shu dengizimizdagi qumga o'xshaydi. Shuncha quyuq amaliyotda. Ashta 200 milliard yulduz bor. Endi butun koinotda galaksiyadan 200 milliard bor. Ashta boshqa bu koinot ashta cho'ng'oqqa, ashtaning ichida chuqur yasharga o'xshash ovozi bor, suvi bor, temperaturasi bu yashashga to'g'ri keladigan ashta boshqa planetlar chuqur bor deb o'ylaymiz. Bu birinchisi, ikkinchisi endi bizning faraz qilishimizcha ashta boshqa planetlarda odam bo'lsa-mu, ular bizni aqlga emas deb o'ylaymiz. Sababi nima desangiz, ular aql bo'lsa bu yoq izlab bizni topadi-da, ular topamoqchi bizlar izlayapmiz. İzlavatlık uzun oldu. NASA'dan 1977-yılda 2 alam uçkuru qo'yib etken. Bu Quyosh sistemasi bir taksi o'xshaydi, mana taksiga o'xshaydi. O'tirdi kunva atrofida 8 planeta aylandi endi. Uni birisini matrafga, birisi matrafga qartib mangdirib etgan ikkisida. Hozir 32 yil bo'ldi mangdirib etganlar. Bu ikki alam uçkuru uçuyorib hozir Quyosh sistemasidan chiqib qolay dedi. Chiqib qolay dedi. Uningda bir oltin taksi degan taksi var, xuddi Patapon taksi o'xshaydi u. Uningga 28 millatniki ovozini, naqshini elib, rasmlarini elib, mangdirib, o to'xtamay taqib turdi bular. Taqib endi boshqa planetalarda adam bo'lib qolsa, uni qabul qilib, uni ko'rib, ham shu Quyosh sistemasida bir yashar va uni adam bor ekanda biz dakab qilamiz ekan deb. Boshqa qo'yayotganda, hozirda hech kim dakab kelmadi deb. Shuni qarab shu bizlarda aqllar kelmez deb o'ylayapmiz. O taksirden bizde ileride bakken, kürgenimiz koyup koyarken, konkusuna bassanız, kastılar balığı hemiz çıkarken. Ben şunu ileri kiriplam, uzun etmeylem, onunla baksam, salam diyen gapim çıktı, salam diyen gapim çıktı, şunu bu Uygur'un bağı şeydi o da, hoşu gitip, alakı düşeni şu okusam, o birisi Türkçiken, birisi Arapçiken, Uygurlar yokken. Hani kim gittim, inşallah basa Uygur'dan kirip koyarlar adım. Aşında, endi, bu aşağı taşı planetlerini izleyiş xil burun başlanıp boğan. Hazır kadar ötkende qarab baksam NASA'nınki bir torbeti var. Alam Qatnaş İdarəsinin şu torbetida qancha planeta tepildi, sen küzüp durdu sani var endi. Ötkende qarab baksam 313 planeta tepilibdi hazır kadar. Bu planetalarni bevas ko'rgan emas. Ular ki bizniki Yupiter o'xshash cho'ng planetalar o planeta yulduzlar aylangan vaqtida yulduz bilan lo'g'aylaydi. Tartış gücü bilen. Mayını kesemezler, mağında meyi kesemezler, mağında aşağı şu yıldızı qarab turib, misal çörsü planeta varken, onun çoğunluğu mançı iken, onun orbitisi mançı iken de hepsi hesaplab çıkıp oldu endi. Hazır kadar şunun 313 tep oldu. Tep oldu. Hani yakında yeni bir Kepler degan bir teleskopni qo'yib qo'ydik 3-oyda. Kepler degan bir teleskopni. O teleskopni mana shu samoyli galaksidagi necha
Samanyol galaksidagi 30 nurli ichidagi 10 ming yulduzni tekshirmoqchi. 10 ming yulduzni har yarim soatda bir qatam rasmga olib bo'ldi ekan. Rasmga olib, ashuna medirishga qarab eqib yoki endi mer yulduz bo'lsa, mer yo'g'on plantadan birga qolsa, menga yulduz nurini to'sib oldi. To'silib, alroq yulduz nuri kuchi azar tushdi endi. Ashni o'lchab yurib, ash yulduzning ichkarisida planeta bormi yo'qmi, qanchasi bor degan narsani aniqladi ekan. Endi shuni kuzatishga teleskopni qo'yib beradi endi. Mening qotqanimning qotqan teleskopning texnikasi alohida texnik yuqori. U yulduzlarni bevosita ko'radigan teleskop. Albatta planetalarni. Nimishqa planetalarni bevosita ko'radigan teleskop desangiz, bu yulduzlar, qora yulduzlar bizdan bekishiroq. Shu bizningki quyosh sistemasiga eng yaqin yulduz 2.6 nurli yiroqlikda bizdan. Bu nurli degan bir orliqni tushuntirgan bir birlik. Bu bir nurli degan gap, nur bir yilda bosgan orliq degan gap. Hamda nur bir yilda qancha bosadi desangiz, uni deb o'g'lamadan og'iz patmaydi bek tushunsan. Shu bir nurli deb atib olgan. Nur bir sekundga 300 kilometr mangadi. Shunga bu quyoshning nurimi yasharga bir necha minutda keldi-ku deyman. Albatta qarab baxsam, Pluto degan planeta burun planetadan chiqiribdi, bog'lab bir kichikkan. Shu planetadan yasharga shu nur kelish uchun bir necha soat, 9 soat vaqt ketadi ekan. Endi shunga qolgan 2.6 nurli jiroqda degan gap bu bashroq endi. Shu bizga eng yaqin 2.6 nurjilda qora yulduzlar texnik jiroq degan gap. Buni qanot tushunsiz bo'lsa, osmonga qarab yulduzlarni ko'rasiz. Siz ko'rgan yulduzlardagi eng yaqinki nuri 2.6 yildan burun chiqqan nur. Shuni ko'rsizda qog'allarning texnik o'rnida jiroqda. Boshqa jiroqda o'g'ashqa shu yulduzni siz teleskop bilan qarasangiz, planeta bilan yulduz bir-biriga chapishib qolgan bo'ldi. Chapishib qolganlar ko'rindi. Ana shunday yaqinda yaqin. Aslida boshqa siz bu planetani ko'radisingiz, ko'rmaysiz. Planetadan o'zining nur chiqmaydi. Yulduzdan nur chiqadi, planetadan nur chiqmaydi. Bizning oydan nur chiqmaydi. Oyni biz ko'rishimizga sabab kunning nuri ana tushadi, uni qaytgan nur orqali oyni ko'ra olamiz. Planetadagi ashaq narsa. Bu ikkisiniki nurning farqi 10 milliard darajasi farqi bor. Yulduzniki nuri planetanikidan 10 milliard darajasi kuchli endi. Ashaq bo'lish uchun siz planetani ko'rish uchun yulduzning nurini yo'qotmasangiz bo'lmaydi. Yo'qotmasa planetani ko'ra olmaydi. Hozir endi bizga soatgan teleskop, ashaq teleskop. Ash teleskopning ichida biz yulduzning nurini yo'q qilib etib, planetani ko'ramiz. Uni 2016 yil qo'yib bermoqchi. Endi bunday teleskoplarga bo'lgan talab pek yuqori. Biz soatgan teleskopniki asosiy ayniga so'qchoq, uniki uzunligi 8 metr, kengligi 3,5 metr, bundaqa ellips shaklda ekan. Ashtaq bo'ladi. Bu nima ashtaq desangiz, bu odatda teleskopniki ayniga qancha cho'ng bo'lsa, uniki farq etish iqtidori shuncha yuqori bo'ldi. Shunga endi bizning cho'ng teleskopni qo'yib bor. Ammo cho'ng 8 metrlik jumoqni qo'yib beraylik desak, uni osmonga chiqadigan raketa yo'q hozir. Ashta 8 metrlik raketa ketadi. Unda cho'ng raketa bo'lmagan uchun buni so'qchoq qilib, bir chaytanasi qachilab, raketaning o'tirsa chiqadigan gap chiqargandan keyin osmon chiqib echildi. Shu vaqtda endi teleskopni aylantirib yurib, 8 metrlik teleskopda paylanqildi undan. Endi ashundaq cho'ng teleskopniki to'g'riliq darajasiga bo'lgan talab endi 30 nanometr. 8 metrlik aynakka bo'lgan to'g'riliq darajasi, tekshirlik darajasi yuziniki 30 nanometr. Nanometr degan qanday birlik desangiz, 1 metr 1000 millimetr. 1 millimetr 1000 mikrometr. 1 mikrometr 1000 nanometrda. Aşağıda baxsız oldu. İnsanlarınki çeçeniki tomluğu 15 mikrometrden 180 mikrometreye çıkıldı ekan tomluğu. Qarqashliq tomchaşlar 180 mikrometr, bazı seriroq chashlar 15 mikrometrga aşağıda. Başta boshqa eng inishki chashni olsangiz 15 mikrometr degan gap. Shu degan 15 ming nanometr degan gapda. Shuni o'ylab baxing. 8 metrlik teleskopniki to'g'ri darajasi 30 nanometr bo'lishi kerakda. Ashtaq bo'lmasa, albatta men degandek, onun yulduzning nurini, onun 10 darajasi yo'qotish mumkin emas endi. Shuni talab yuqori, shuni bek tez, uni vaqtcha ketadi. Shunga hozir bizning planimizda 2016 yil qo'yib bermoqchi uni. 2016 yil. 16 yil. Qo'yib o'tib, endi hozirgi farazda 2030 yillari shu boshqa jalloqlar bor planeta tepilishi mumkin deb. Aslında faraz bor. Shunga
to'g'ri kelayotgan yoshlarni hamma ko'ralaydi, xudo hammasi ko'ralaydi deb o'ylayman endi. Endi shunga ulablar devatsam, koinot qanchalik cho'ng degan abadan Nurillar yaxshi tushuntirib qo'ydim. Koinotni taxsiga o'xshaydi. Matripi jumlaq cho'ng, haligi matripda sal nepizroqda bunda. Taxsiniki matripiga o'xshagan oraliq 100 ming Nuril ekan. 100 ming Nuril. Qalinligi 3 ming Nuril. Hozir qadar mazhab chiqqan shunda qanday koinotning cho'ng. Shu bo'lsa-da deydiganim shunda.